Assalomu alaykum hurmatli Abbosbek kanali obunachilari. Mana xudo xolasa yana Zafar akamdan yangi uголokda har xil assortimentlarini ko'rgani keldik. Mana bir qator arzonni qilib beramiz. Assalomu alaykum Zafarxon aka. Alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi ishimiz Istanbul 3 deb nomlanadi. Razmerlar 360 ga 250 bo'ladi. 3 ta pufigi bor, komplektida 2 ta yostiqchasi bor. Materiallari moyishi material, ichlari sasna yog'ochlaridan qilinadi. Pampers prujina. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3 ta pufigi bilan birga 7 million so'm. Vodiy bo'yicha dastavka besplatniy. Stoli bilan olgan odamga. Akvarium stolimiz 2 metrga 90ligi bu. Ichida gullar 3 qatordan qo'yilgan. Buni narxi 2 million so'm. Razmerlari kattasidan, aka. 2 metrga 90 buni razmeri. Shampan svetda qilingan. Mana hurmatli obunachilarimiz, ishga bitta baho berib qo'yasizlar. Akvarium stol o'ta bir chiroyli qilib ishlangan, ichlarini ham ko'rib turibsizlar. Aka, bunimiz kalyonniy oyna. Kalyonniy oyna. Bemalol ustiga ko'pchilik chiqib sinab ko'rsa ham, yosh bolalar chiqsa ham ko'taraveradi. Xuddi shu akvariumimizda 170 ga 80ligi bu. Bozorda 180 ga 85 deyiladi, o'zi 170 ga 80 razmeri, ichida guli 2 qatorlik. Bunimizning narxi 1 million 600 ming so'm bu stolimiz. Uгологimizga keladigan bo'lsak, 3 ta 8 modelimiz 340 ga 235 chiqadi, to'liq razmeri 340 ga 240 deymiz. 60 ga 90 dan 2 ta pufigi bor, komplektida 3 ta yostiqchasi bor. Mana bu joylari yog'ochlari shpont qilingan, oyoqlari yerga tegib turgan qismlari yong'oqdan ishlangan. Ichlari bu ham 100% sasnadan. Bunimizning narxi 6 million 200 ming so'm. Materiallari moyishi o'sha eng sifatli narsalardan ishlatilgan. Sifatiga xudo xohlasa javob beramiz. Hurmatli obunachilar, mana bitta e'tibor berasizlar, yog'ochdan ishlangan ekan, o'ta chiroyli turibdi. Hali rossiyskiga o'xshaydi. Holatlari ham, silliqligini ham mana o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Hatto teylarigacha. 60 ga 90 dan 2 ta pufigi ham bor. 2 ta katta pufigi bor. Shu joyda hali narxi qimmat ekan, boshqa joyda 3 million, 4 million deb yozay turganlarga, agar boshqa joyda 3 million, 4 million ko'ray turgan bo'lsalar, xuddi shu narsa bo'lsa, shuni 5,5 milliondan o'zimiz sotib olaveramiz. O'sha negativchilarga alohida. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'yaverasizlar, xudo xolasa. Endi bu uгологimizga kelsak, Bugatti deb nomlanadi. Razmeri 340 ga 235. Yog'ochlari polni yong'oqdan bo'ladi buniki. Ichlari 32-40 plotsli paralon ishlatiladi. Hozir bunimizning materiali moyishi material. Yostiqlari hammasi suriladi. Hozir mana bu surilgan holati, bular surilmagan holati. Turetskiy mexanizmlar ishlatiladi. Agar shu holatda tursin, orqaga siljishi shart emas, uyimizga tushmaydi degan klientlarga orqaga surilmaydigan bo'lsa, mexanizmi shu holatda bo'ladi, 500 ming so'm arzon bo'ladi. Bitta mexanizmimiz Turetskiy 100 ming so'mdan donasi. Buni aka kichiktirib ko'rsatib bering. Mana kichiklashgan holati. Kichkina bo'lgan holati. Mexanizm kerak emas, ko'pchilik klientlarimizga shunaqa qilib beramiz. Hali uy kichkina bo'lsa, mana orqa tomonlari. Orqa tomonlariga bitta baho berib. Shu holatda turadi agar mexanizm qo'yilmasa. Barcha uголокlarimiz hammasi o'zini matosidan qoplangan ekan, arqa tomonlari ham mana. Hali oddiy qora mato tortilmagan, prosto ishlardan emas, xudo xolasa. Ichlari shu 32-40 plotsli paralon ishlatiladi. 5 ga 4 dan sasna yog'ochidan yig'iladi bu. Buni stolini ham bir stolimiz xo'p. 170 ga 80 razmeri, taglarida setkalari bor, usti oynali. Bu stolimiz 1 million 200 ming so'm. Endi bu tom usti oynali ekan. Usti oynali bular. 1 million 200 ming so'm. Ay, stolimiz xuddi shuni mana MDF'lik varianti bor. 170 ga 80 bu ham, bu 950 ming so'm. Bunda oynaklari borligiga, keyin mana teylarida ham mana bunday qilib setka qilib ishlanganning hisobiga bu ozgina qimmatroq. Keyin mana bu high-tech xohlaydiganlarga mana 1 million so'm bu stolimiz bor. Asosan buni Abu Dhabi uгологimizga qo'yib sotyapmiz komplektda. Keyin bu yerda to'xtam.
Xo'p, ukologimizni narxini aytib o'tadigan bo'lsak, Bugatti'mizda mana shu holati stolidan tashqari 7 million 900 ming so'm. Buning ichida vodiy bo'yicha dastavka ham kiradi. Buni razmerlarini aytib o'tsangiz. 340 ga 235. 7 million 900 ming. Agar yostig'i surilmaydi deydigan bo'lsa, 7 million 400 ming bo'ladi. Hozir siz aytib turgan razmeri shu kattalashgan holatdagisi, to'g'rimi? Mana shu holati shu standart razmer 340 ga 235. Endi bunga pufiglarimiz 130 mingdan 500 minggacha bor. Klientni tanlashiga qarab ketaveradi. Hamma fokusiga qarab. 3-4 xil razmerda pufiglarimiz bor. Bo'ldi. Endi bu yerda divan kreslomiz bor. Buni oyoqlari hammasi chinordan bo'ladi. Divaniniki ham, kreslolariniki ham. Ichlari sasna yog'och, 25 porolon ishlatiladi. Keyin materiallari Atacento material. Xohlasa moyishi materialdan ham klientlar tanlashiga qarab qilib beraveramiz. Divani 230 joyga tushadi. Ikkala yostig'i divaniniki ham suriladi, orqaga kengayadi. Bulardiki ham mana hozir ko'rsatib o'tganimizdaqa yostiqlari o'sha joylari katta kichkina bo'lar ekan. Orqaga spalni qilib foydalansa ham bo'ladi. Bemalol spalni qilib foydalansa bo'ladi. Bunimizda narxi shu materialdan bo'ladigan bo'lsa, xo'p, 7,5 million so'm. Mana hamma rangidan bor. Aytgan rangda qilib beraveramiz. Agar xohlagan rasvetkadan moyishi material bo'ladigan bo'lsa, 7 million 300 ming qilib beramiz. Ekran ostidagi nomerlarga xudo xolasa chiqaverasizlar. Albatta, Zafarxon aka hamma ma'lumotlarni sizlarga berib o'tadi. Yanada hozirda misol uchun videomiz davomida aytib o'tiladi-yu, yana kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringni qiziqtirgan savollarga hammasiga javob berishadi. Keyin bizda oshxona ukologlarimiz ham bor, faqat zakaz asosida tayyorlaymiz. Bularni ham mana ichlari mana bu joylarigacha machalka qo'yiladi, sasnadan yig'iladi, keyin ichiga dabavishni laminat qilinadi. Mana bu joyiga ahamiyat berasizlar. Agar laminatni o'zi bo'lsa 1.6 bo'ladi. Bu yerda sasnadan ramka bo'lib, machalka qo'yilib, keyin ichiga laminat qilingan, taglari bilan polni. Mana shu qimmat ukologlarimizga nima ishlatsak, bular ichiga ham xuddi shunaqa narsa ishlatamiz. Orqa tomonigacha o'zini materialidan bo'ladi. Albatta, bu ham o'sha kassivingni mana ichki ko'rinishlarini ham ko'rsatib o'tishda rossiyskiy laminatdan bo'lgan, to'g'rimi? Qirg'oqlari zavodskiy. Bemalol og'ir narsa qo'ysa ham ko'taraveradi. Xudo xolasa. Buni ham cho'kib qolishiga garantiyasi bor. Javob beriladi, xudo xolasa. Yaxshi, bexijolat. Endi hurmatli obunachilarimiz, joyimiz jicha torroq, endi unisiga nima deydi? Kommentariyada negativ yozishga kerak yo'q, menimcha. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilib olyapmiz. O'zbekchilikda bilasizlar, kam xarajat, ko'proq joy nima deydi? Kichkina joyimizdan albatta ko'proq vitrinaga mebellarni qo'yib, siz hurmatli obunachilarga yanada ko'proq assortiment ko'rsatmoqchi bo'lganmiz, albatta. Bunisi bunimiz ham Istanbul 3 ukologimiz. Istanbul 3 ukologimiz o'zi ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Mana bunisi bitta ko'rinishi, bunisi ikkinchi ko'rinishi. Farqi buni mana bu yerda tikilishida bo'ladi, keyin yonidagi yog'ochida. Mana e'tibor bersangiz, bunimizni mana ikkalasi ham Istanbul 3 ukologimiz, mana yog'ochlari bunaqa qo'yilgan. Yoniga avvalni qilib ishlangan bulardan. Endi bunisini ko'radigan bo'lsangiz, mana hurmatli obunachilar. Hozir mana buni tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu ukologimizniki, bu ham Istanbul 3. Yog'ochlari bunaqa qilingan. Buniki tekis ishlangan mana qirg'oqlar. Klientning xohishiga qarab, puli bir xil ikkalasini 7 million so'mdan. Moyishi material bo'lganda 7 million bo'ladi. Buni razmeri faqat 360 ga 250 chiqadi, nariginimizniki 350 ga 250 chiqadi. 10 sm bu kattaroq. Keyin materiallarimiz ham mana har xilidan bor. Turkiyaning qimmat materiallari, Xitoyda qimmatlari, o'rtacha narxdagilari. Svetkani albatta o'zi. Klient tanlashiga qarab aytgan materialdan qilib beraveramiz. O'ta chiroyli bu matolar Zafarxon aka. Keyin noshkalari ham o'sha Turkiya noshka bo'ladi. Mana buni qo'lda sindirib nima qilib bo'lmaydi. Sindirib yorib bo'lmaydi xullas. Buni arzon variantlari ham bor. Bizniki shu 20 ming so'mlik noshkadan qo'yamiz donasi. Haliginda gaplashdik, 150 kilogacha yukni bemalol ko'taradi. Bemalol ko'taraveradi bular. Sifatiga javob beradi. Simala bu quyma bo'ladi. Bo'ldi. O'sha Istanbul 3 ukologlarimiz mana
Bunisi ham o'sha har xil rangidan bor, 7 million so'm. Endi materiali qimmatrog'i tanlanadigan bo'lsa, materialning narxiga qo'shiladi. Keyin stollarimiz 1.90 ga 90 MDF'lik stolimiz 1 million 400 ming so'm. Keyin mana bu yerda buni stoli bor. Xohlagan klientlar kattaroq bo'lsin stoli deganlarga 220 ga 1 metr qilingan, bu 1 million so'm. Buni 1.90 ga 90 ligi bo'ladi, ular 700 ming so'm narxi stolda. Xuddi shuni 1.90 ga 90 ligi 700 ming. Bunisi 1 million 400 ming. Buni bezaklari mehnat ko'proq bo'lganligi uchun narxi qimmatroq. Bunda ham komplektida 3 ta tumbasi bor. Hurmatli obunachilar, mana buni ustida hozir ustida oyna bordek ko'rinyapti, lekin buni ustida oyna yo'q, albatta. Laklangan, taglarida bo'ladigan bo'lsa, mana trafaret. Deyarli akvarium stuldaqa effekt beradigan narsa, xudo xolasa sizlar uchun. Xo'p, bunimiz Istanbul 2 modelimiz. O'sha 2 yildan beri sotilib turgan Istanbul 2 modelimiz. Trenddan tushmay turgan. Tushmay turgan, ha. Razmeri 340 ga 240. Yog'ochlari mana bu qo'l joyi yong'oqdan bo'ladi. Aylanalari MDF, oyoqlari hammasi yong'oq bo'ladi. Shu tumbalariniki ham yerga tegib turgan qismi yong'oq, keyin mana bu qo'llari yong'oq bo'ladi. Mana o'zi qaraganda ham, e'tibor qilganda sezilar ekan. Ichlari 100% o'sha sasna yog'ochidan, sasna bu ham o'sha baquvvat ishlatiladi. Sidinalari 65 bo'ladi. O'zi общий yoni 90 bo'ladi, o'tiradigan joyi 65 keng bo'ladi. Moyishi materialdan qilingan hozir bu ham. 60 ga 90 dan ikkita pufigi bor komplektida, 3 ta yostiqchasi bo'ladi. Buni narxi 6 million so'm. Mana bularning ham orqa tomonlari. Buni yon tomonlari, tepalari chester qilib tikilgan Chester qilingan, ha. Mana ko'rib turibsizlar. Ish sifatiga baho berasizlar. Shu 6 million so'mning ichida shu Farg'ona bo'yicha dastavka ham kiradi ichida. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul. Marg'on ketaveradi. Voha, Toshkent kelishilgan holda bo'ladi. kelishilgan holatda bo'ladi. Mana bu tomonda yana bir. Endi bu ugalogimiz, komfort ugalogimiz. Buni yostiqlari orqaga suriladi. Qo'llari ham suriladi. 60 ga 90 dan ikkita pufigi bo'ladi komplektida. Buni razmeri 350 ga 250 bo'ladi. Ichlari sasna bular ham. Oyoqlari tashqi tomondagi yog'ochlari hammasi chinordan bo'ladi. Tumbasinikigacha yog'ochlari chinordan. Mana hurmatli. Bu moyishi materialligi, moyishi materialda ham 20 xil rangi bor. Aytilgan rangda qilib beraveramiz. Bunimizning narxi hozirgi kunda 7 million so'm. Hurmatli obunachilar, mana har bir misol uchun assortimentni ko'rsatib o'tilyapti. Mana albatta pufiga e'tibor beramiz. Hammasini razmerini 60 ga 90 deyilyapti. Ko'rib turibsizlar. Ayrim joylarga, misol uchun ko'p joylarga boramiz. Katta ikkita pufigimiz bor deyiladi, razmeri aytilmaydi. Ularda albatta kichikroq bo'ladi. Bunga nisbatan misol uchun 70 santiga 45 santi shunga to'g'ri keladi. O'zi misol uchun xudo xolasa, xudo nasib qilsa, hammamizga ham mana shu ugaloklardan olganimizda, uyga borganda ko'targanimizda vaznidan ham seziladi. Qanaqa qalin yog'ochlardan ishlangani, hammasi hozir joy ochish maqsadida bitta ikkitasini surishdim. Ancha yuki vazni og'ir. Mana bulardagi hammasi sasna ishlatilmaydi, oyoqlariga chinor ishlatiladi. Sasnadan bo'lmaydi. Agar sasna bo'ladigan bo'lsa, narxi arzonlaydi. Bular chinor yog'ochidan, noshkalari polnista. 7 million so'm mana shu moyishi materialligi. Mana bu stolimiz 170 ga 80 MDF dan qilingan. Bu 600 ming so'm. Bizda stollar mana 600 ming so'mdan boshlab 2 milliongacha bor. Klient xohlaganini, o'ziga ma'qul kelganini tanlab olaveradi. Buni ust tomonda shohxonamiz ham bor ekan. Bu yerda mana sanam divan kreslomiz bor. O'sha sanamning katta varianti bu. Bu ham 3 xil variantda bo'ladi. Buni o'sha kattasi komplektida hop 4 ta yostig'i bo'ladi. Divan 230 joyga tushadi. 2 ta kreslosi, keyin bitta akvarium stoli. Bularga mana polni patina qilingan. Laklari ham o'sha turetskiy, materiallari ham Turkiya ishlatilgan. Ichlari sasna yog'ochidan. Buni ham sifatiga javob beramiz. Mana ichlari bilan polni patina qilingan. Keyin akvarium stoli ham patina qilingan. Shunaqa qora qilib, o'ziga moslab komplekt qilingan. Bunimizning narxi akvarium stoli bilan aytiladi bular.
Chunki bularga boshqa stol tushmaydi, shu akvarium stol qo'yiladi. 10 million so'm. Mana shu holat. Ikkita kreslo, bitta divan, bitta akvarium stol. 10 million so'm.